在党和国家资金政策以及技术的支持下 Xitayning Uyg'urlarga qarta elib borgan irqiy qirg'inchiligini aqlashda aktiv rol o'ynab kelayotgan Qashqar universitetining muavin mudiri Zulhayat Ismoil Xitoy Kompartiyasining 16 oktyabr Beijingda boshlangan 20 qurultayning oldida Xitoy taratqularga so'z qilib, Xitoyning Xinjiang siyosatini yana aqlagan. Onun aytishicha, Xinjiangdagi har millat ommasi bexatarlik, muqimlik, taraqqiyot va ilgirlashdan iborat baxtlik turmushdan bahramand bo'lmoqda ekan. Növətdə Qashqar Universitetining muavin mudiri, maktab partikumining muavin sekretari qatorliq vazifalarga o'stirilgan Zulayat Ismoil yaqinqi bir qancha yildan beri BDT kishilik huquq kengashida Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchiligini aqlab, Xitoyning javobgarlik tortilishini to'sishda avangardlik rol o'ynayotgan shaxslardan biri bo'lib qolgan. U bu ayning boshlari Xitoy vakillar o'migining tarkibida BDT kishilik huquq kengashining 51 qitimliq yig'iniga qatnashib, yig'in jarayonida Amerika, Angliya qatorliq davlatlar sungan Uyg'ur masalasini kishilik huquq kengashida muzokara qilish to'g'risidagi taklif loyihasining rad qilinishi uchun faoliyat qilgan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining xabar qilishicha, Zulayat Ismoil axborot yig'inida mundaq degan: Ötken 10 yılda Xinjiang rayonunun yıllık umumi işlep çıkırışı bir əsi aşdı. Kişi beşiğe toğru keldiğen oturuş kirimi bir əsidin köprek eşip, tarihteki en yukarı rekordni yarattı. 这是因为国家发展大战略把新疆从内陆变成了对外开放的前沿。 Lekin u sözüde lagerlar, mecburi emgek, rayondaki Xitaylashtırış hareketi, gayip bolgan Uyg'urlarning iz derikiga dair meselelerni tilga almagan. Biroq u Xitoyning davlat taraqqiyot strategiyasi ishki quruqliq bo'lishdan sirtqa echib etilgan oldingi hisobga aylantirilganligi, uning bir yo'l, bir balvog'dagi muhim ashyo, obrot markazi va ixtisosliklarni taqsimlash markaziga aylanganligini ilgari surgan. 欢迎大家来看看真实的新疆，我也深信新疆的明天会更加美好。欢迎大家来大美新疆做客。 Xitoy Kompartiyasining 16 oktyabr boshlangan 20 qurultayda Xi Jinping doklad berib, Xitoyning kelgusi 5 yillik planini sharhlagan. U Xitoyning qat'iy strategik irodani saqlab, jangovarligini namoyon qilganligi, uning zamonaviylashishi, insoniyatga taraqqiyot modeli sundiganligi, yuqumga taqobil turishda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotda ilhom beradigan muvaffaqiyatlarga erishganligini bildirgan. Xi Jinping yana Xitoyning Tayvan, Hong Kong masalalaridagi siyosatini sharhlagan bo'lsa-mu, ammo g'arb allari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb ta'riflangan halqiliq masalalardan Xinjiang siyosatini tilga olmagan.